Dovshe qadimiy imperatori. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Sizlar bilan Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. Dovshe qadimiy imperatori. Xitoychada Dovshe Godi. Unvonlari olov imperatori. Shuningdek, Dovshe qadimiy imperatori. Dovshe Dodi sifatida ham taniladi. Samoviy olovlar egasi Zuhu Kundan ham qadimiyroq. Dovshe shogirdlariga Xiaoyan ham kiradi. Darajasi Dodi darajada, alkimyogar darajasi ham Dodi darajada. Elementlar moyilligi olov, Chi usuli olov mantrasi. Dovshe qadimiy imperatori biz bilgan Dovchi qit'asida paydo bo'lgan so'nggi Dodi hisoblanadi. U bo'sh fazoda yashirgan Dodi saroyini qoldirgan. Bu Dodi saroyi juda yaxshi saqlangan. Gu va Hun klanlari bu yerga kirishni istaydilar. Chunki u yerda Dodi merosi mavjudligini bilishadi. Dovshe qadimiy imperator nefriti esa ushbu Dodi saroyini ochuvchi kalit hisoblanadi. Uni imperator deb atash haddan tashqari bo'lmasa kerak, chunki u aslida Dov imperator edi, ya'ni Dodi. Dovchi qit'asida Dovsheng darajadagi jangchilar juda ham noyob, xuddi burgut patidek yoki Feniks patidek kam uchraydi. Ammo Dodi darajasi bundan ham yuksak, deyarli erishib bo'lmaydigan darajada. Bu bosqichga erishish hatto samo va yerni hayratga soladigan iqtidor egalari uchun ham ulkan to'siq bo'lgan. Ko'pchilik bu yo'lda orqaga chekinishga majbur bo'lgan. Qadimiy zamonlarni hisobga olmaganda, hozirgi davrda 1000 yil oldin yashagan Dovshe qadimiy imperatoridan tashqari boshqa Dodi paydo bo'lmagan. Dovshe qadimiy imperatori nefriti aynan shu imperator tomonidan qoldirilgan deb rivoyat qilinadi. Tashqi ko'rinishi keksaygan qiyofali, chuqur rangdagi xalat kiygan bir odam. Uning yuzida alohida bir narsa sezilmaydi. Agar rang-barang yorqin sochlarini e'tiborga olinmasa, u oddiy qariyadan farq qilmaydi. Dovshening ma'nosi Dov, buddizm minora, diniy yodgorlikni anglatadi. She esa tark etmoq, bermoq yoki uy degan ma'noni beradi. Buddizm kontekstda monster ma'nosida ham ishlatiladi. Gu esa qadimiy, eski, Di esa imperator maqomini beradi. Qisqa qilib aytganda, Dovshe Godi buddizm minorasini tark etgan qadimiy imperator ma'nosini anglatadi. Kelib chiqishi bir zamonlar bu dunyoda bir samoviy olov paydo bo'ladi. U 1000 yillar yaralib, 10 000 yillardan so'ng ruh kasb etgan va cheksiz mashq bilan o'zini o'zgartirgan. Odatda bunday olovlar paydo bo'ladigan joydan chiqmaydi. Ammo bu olov boshqacha edi. Ong kasb etgach, u magma yo'nalishida sayohat qilib, yer ostida 1000 yillar davomida boshqa olovlarni yutib kuchaygan. Samoviy olovlar dunyosi go'yoki kichraytirilgan insonlar podshohligiga o'xshaydi. U yerda kuchlilar zaiflarni yutadi. Bu olov esa o'zini himoya qilgan holda birin-ketin kuchsiz olovlarni yutib kuchini oshirgan. U 20 ta turli samoviy olovlarni yutgach, hatto yuruvchi olov va tozalovchi iblis lotus olovi kabi tabiiy hukmdor olovlar ham uning oldida tiz cho'kishadi. Shundan so'ng u o'zini olov imperator deb ataydi. 1000 yillar davomida mashq qilib, nihoyat dunyoda paydo bo'ladi. Shu paytdan boshlab Dovchi qit'asidagi odamlar Dovshe qadimiy imperator deb atay boshlaydi. Sujetdagi o'rniga kelsak, uning xotirasi bo'lagi Xiaoyan uning merosini qabul qilganda paydo bo'ladi. U Xiaoyanga merosni to'g'ri o'zlashtirish yo'lini ko'rsatadi va unga barcha yutuqlar sababi Chi usuli, olov mantrasi ekanligini aytadi. Shu o'rinda qiziqarli fakt. Rivoyatlarga ko'ra, Dovshe qadimiy imperatori Dodi darajasiga ko'tarilganda samoda ikkita quyosh paydo bo'lib, dunyo larzaga keladi. Samodan cheksiz olov dengizi tushadi. U Dovchi qit'asining yarmini qoplab, o'sha davrdagi barcha ustalarni larzaga soladi. Sizlar bilan Donghua tahlil va Uz Extreme. Barcha Donghualar sifatli va o'zbek tilida aynan Banana TV ilovasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.